Demek assalomu alaykum hammaga. Bugun yangi darsimiz, navbatdagi yangi darsimiz. Bugun Artcam 2008 bilan birga Artcam 2018 versiyada birinchi darsimiz bo'ladi. Shuning uchun ochilishdan boshlab tushuntirib ketaman. Bugungi mavzuyimiz instrument, ba'zi instrument yasash, freza, aniqroq freza yasash, frezani tanlash, freza bilan ishlash shular kiradi. Demak, tushuntirib o'tay. Artcam ochayotganingizda mana shunaqa okno ochiladi. Bu yerda model tanlash, proyekt tanlash va открыть deydi. Bo'lsa agar bironta faylingiz shu yerdan tanlaysiz va oxirgi ishlagan fayllaringiz bu yerda saqlanadi. Shu kompyuterda bo'lsa agar qaysi nimada, masalan, G'da turibdi, lishniyda yoki K'da turibdi yoki G'da turibdi. Mana endi disk ko'p bo'lgani uchun birdaniga disklarni aytyapti. K'ga turibdi, G'ga turibdi va bu ham G'ga, lishniga turibdi deyapti. Biza yangi novi model bosamiz. Novi model bosganda nimalar xuddi o'sha 2018 dan farqi uncha ko'p emas. Nimalar kiradi? Заготовка berish jarayoni, ya'ni shirina eniga 200, visata va balandligiga 200 belgilaman o'zi. Siz va mana sistema koordinatlar nuqta olish 0 qo'yadigan joyim shu burchakka qo'ygan. Xohlasaysizlar bu tomonga qo'yinglar, yo bu tomonga qo'yinglar yoki o'rtaga qo'yinglar va o'sha qo'yib ishlayotgandan keyin boshqa faylga o'tayotganga adashmasligi uchun pastani men shu yerga qo'yaman. Shunday holatlar bo'ladi, odam adashib ketadi, nuqtaga qaramasdan qo'yadi. Ish nima bo'lgan paytda, qizg'in bo'lgan paytda esdan chiqib qoladi. Buni tushuntirib berdim. Разрешение qachonki 3D bilan ishlayotganda yoki 3D trayektoriyalar yasayotganda o'sha vizualizatsiya ham chiroyli ko'rinadi, ham ishlash sifati, o'sha stanokga beradigan sifat yuqori bo'ladi. Agar kompyuter video kartasida biroq bo'lsa, agar richagni pastroq qilib qo'yasizlar, nuqtani misol menga 2500 taga yetadi desangiz, normani o'zi aytadi. Ba'zi kompyuterlar bor, ko'pincha ular NC Studio Rover'da oldiga ishlaydigan kompyuterlar, ular video kartasi slabi bo'lgani uchun shu hollarda ham ishlayotgan paytda 3D bilan ishlayapti yoki boshqa joyda, boshqa paytda ishlayapti. O'sha paytda ham tashab yuboradi. Artcam birdaniga yopiladi. Sabab shu razрешение katta qo'ygani uchun. Ularga mana pastroq bo'ladi. Meni kompyuterim ko'tara oladigan darajada bo'lgani uchun men oxiriga qo'yaman buni va keyingisi dyum yoki millimetr. Bizning territoriyada bizlarni o'lchov birligimiz millimetr bo'lgani uchun millimetr qo'yilgan. Ochamiz. Заготовка bizga uncha o'zi instrument ko'rsatish uchun zarur emas, lekin men ko'rsatib o'taman. Shu bilan birga Artcam 2008 ni ham ochaman. Artcam 2018 ga ham xuddi shunday tushuntirib o'taman. Sizlar novi qilib 200 ga qarashunga bunga ham xuddi shu razmer qo'yaman, 200. Xuddi shu gap razрешениeni katta qilib millimetrga qo'yaman. Okay. Bunga ham xuddi shu ochildi. Xo'sh, ba'zi instrument nima? Freza tanlash qayerdan? Artcam programmasida. Bizda o'zi umuman chertyosh hech qanaqa proyektimiz yo'q. Lekin instrument yasamoqchimiz bizlar. Misol uchun oldimizga Rover'da oldiga misol 10 xil yoki 5 xil yoki 4 xil yoki necha xil bo'lsa, o'shani bazaga kirgizishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Artcam 2018 da trayektoriyaga kiramiz. Trayektoriyaga mana shu yerda 3 ta sverlo tiqib qo'ygandek emblemasi bor. Shuni bosamiz. Shuni bosganda o'sha ba'zi trayektoriya ochiladi bunga. Mana ko'rib turganingizdek, bu o'zi ko'plarga mana shunday holat bo'ladi. Men bu yerda sal besporядкка qo'yganman. Ana shundan o'zi bu Artcam programmasining o'zinikini nimasi? Frezalari, misol uchun bu yerda latinskiy va nima dyumga ochgan. Misol uchun ko'rish mumkin, mana bunaqa frezalar yoki yopib turib mana bunaqa har xil bu ham xuddi shu
balnos frezerlar yo boshqa frezerlar. Lekin biza o'zimizni yoki V-obrazning tig'lar V-obrazning prosta buni o'zi ochayotganda bular hammasi dyumga turibdi. Hammasi dyumga turibdi. Buni ham o'zgartirib ishlatsa bo'ladi. Oson tomoni. Buni misol uchun o'zgartirmoqchiman. Misol 90lik V-obrazning freza. O'zi frezerlar qanday holda bo'ladi? Frezerlar har xil turdagi frezerlar bo'ladi. Endi ishlash modeliga bog'liq, nima qilmoqchimiz, nima yasamoqchimiz. Misol bular frezerlar kesadigan frezerlar, tozalovchi kesadigan frezerlar. Bular masalan qaysi funksiyada kim ishlaydi? Endi bular figura deymiz. Bular bizlar dilani o'rnini qiladigan, bular qaldirg'och tig' deydi. L-obrazli tig' yoki boshqacha oti. Bular boyagi 120 gradusli tig', bu ham 120, bu ham 90 gradusli tig' va boshqa shunga o'xshagan frezerlar. Hozir biz misol uchun 90 graduslikni o'zimizga mos qilib yasamoqchimiz. Birinchidan yasashda ham shu programma, Artcam programmaning ichida turganidan foydalanamiz hozircha. Bu 2018 da ko'rsatilgan. Demak, Vek Carving yozgan, ya'ni to'g'ri talaffuz qildimmi yo'qmi o'zimning tilimga shuni ochib turib 90 gradus yozgan, 100, 120 bizlarga eng xatoyi, eng ko'p ishlatadigan 90 va 120 lik masalan bo'lsaga 90 ligi bu, 120 lik misol uchun bu. Keling masalan 100 likni noodatiy, nostandart tanlayman, kopiya qilaman. Kopiya qildim, bitta ko'paydi. Tepaga olib qo'yaman. Tepaga olib, ya'ni teparoqqa olaman. Bo'ldi. Bular olayotgan paytda papkaning ichida kirib ketdi, o'shaning uchun o'z bu yerda tanlayman. Va buni redaktorga moslashtiraman o'zimga. Misol frezam bor, boyagi rasmni ochib. Bu yerga misol uchun 3 cm, 300 mm, 3 cm deylik. Millimetrga ishlasa 30 deylik. Bu avval birinchidan bo'lib, buni gradusi o'zi 100 da turibdi. Menga o'zi 90 lik kerak. Hozir 90 qilsam agar bu o'zgaradi. Yoki 120 qilsam agar o'zgaradi, 120 bo'ladi. Men hozir 90 lik qilaman. Va diametr boyagi 30 deganim 30 diametri. Glubina za prоход. Bir martaga olayotganda necha oladi deyapti. Glubina za prоход. Qisqacha tushuntirib o'taman. Glubina za prоход-ni Glubina za prоход ham Artcam 18 ga tushuntiraman. Misol uchun modelimiz bor. Mana shu model. Va frezamiz bor. Frezamiz misol uchun 90 lik. 90 lik freza. Deylik. 90 lik freza biz mana shu modelni necha martaga olmoqchimiz. Shuni hisobini olib, buni qalinligi misol uchun 1 cm deylik. Biz necha martaga olmoqchimiz. Agar 2 mm dan 5 martaga yoki 5 mm dan 2 martaga bo'lsa agar shu narsa glubina za prоход bo'ladi. Demak, glubina za prоход misol uchun agar gravirovka bilan ishlayotgan bo'lsangiz, gravirovka texnikani alohida qilib qo'yish kerak. Gravirovka yana qanaqa? Chuqur yopiq gullar, buni ham o'tamiz. Lekin menga hozir misol uchun 5 mm qilib qo'yaman. Bir marta olayotganga 5 mm, eniga 1 cm bo'ladi. To'g'riladim. Otini birinchi o'rinda V bit 90 deb yozaman. 90 ga 30 deb yozsam agar aniqroq bo'ladi. Va Z inglizchaga o'tib turib Z 5 deyman. Menga buni saqlanib qilayotgan paytda birdaniga tushunib olaman. V bit 90 lik 30 eniga 5 chuqurligiga. Tak, nomer kerak emas. Nomer bu magazinli roverlarga bo'ladi. Bularni millimetr qilaman. Bularni millimetr qilishim kerak deb qo'yaman. Millimetr minutga qo'yaman buni.
Tak, millimetr minut. Boshqatdan qilaman. Tak, 30 bu 90lik 5 mm glubinasi prоход va оборотlarni misol uchun meniki 20 mingga 5000. Men sal tezroq ishlaganim uchun kattaroq оборот. Kimgadir bu kattalik qiladi, kimga normal holat. Va OK deb bosdim. Bu yerda xuddi o'sha narsa saqlanib bo'ldi. Va xuddi shuni kopiya qilib olib turib, misol uchun 90 ni o'rniga 121 dan yozaman. 120 lik 300 bunaqasi emas u. Misol 36 qilaman. 36 buni 36 qilaman. Va bu yerdan gradusni ham 120 qilib yozaman. Chuqurligi shu tursin. Boshqa parametrlar turadi. Hammasi turadi. OK deb saqlanib qilaman. Demak, bu yerda ko'ramiz 9 bit V bit 90 lik 300 eni chuqurligi 5 kiradigan. V bit 120 lik dih 36 oladi. 36 eniga Z ya'ni chuqurligi 5 mm. Xuddi shunday qilib qolgan instrumentlarni, masalan, dyumga bo'lsaga millimetrga ko'chirib o'zingizni bazangiz yasashingiz mumkin. Buning uchun baza yasash uchun nima qilishimiz kerak? Bu yerda mana bu yerda добавить группу, bitta gruppa ochiladi. Добавить группу mana. Ismini ham masalan uchun har kim har narsa qo'yish mumkin, lekin men misol uchun 3ta 1 qo'yaman. OK. O'sha 3ta 1 ni ichiga buni qo'yaman. Birinchini qo'ydim, ikkinchini qo'ydim. Mana bu ochildi, minus bo'ldi. Bu paytda yopiladi. Va bunga o'zimizda misol uchun 3ta 1 da o'zining misol uchun otini boshqa qo'yib, misol uchun yozamiz, hozir ruschaga yozsam agar. Tak. Ruschaga mening frezalarim yoki tig'larim. Tig'larim bo'ldi. Mening tig'larim papkasining ichida turibdi. Demak, xuddi shu narsa 2018 ga ham qilamiz o'zi. 2018 ga ham traktoriga kiramiz. Bu yerda ba'zi instrumentga kiramiz. Bu yerda umuman hech nima yo'qdek ko'rinadi, lekin misol uchun meniki yozib qo'ygan zakaz papka. Nimaga birinchi uni keyin buni ko'rsatyapman, chunki men misol uchun zakaz papkam deb yozib qo'ygan. Bu yerda har xil turli xil, hattoki ba'zilarni masalan baxt deb yozgan, chunki bu shu klientlarning oti, klient qaysi klientga masalan qaysi shaklda berilgan esimdan chiqib ketmasligi uchun ba'zan otlarni ham qo'yaman. O'sha narsa har kim har xil ishlaydi. Misol uchun ba'zilar yong'oq bilan ishlaydi, ba'zilar sastan bilan, ba'zilar MDF bilan. Har kim har xil chuqurligi, shagi, tezligi qo'yiladi. O'shaning uchun bu yerdan otlarni ham qo'yganman va bitta teg'lardan bir nechta ko'rish mumkin. Zakazni yopamiz. Bunga ham xuddi shunday. Добавить gruppa qilib, misol uchun 3ta 1 bo'ldi, ochdim. 3ta 1 da ochaman. Bo'ldi. Xo'sh, instrument yangi yasamoqchi bo'lsak, hech qayerda bo'lmagan masalan instrument bo'lsa, добавить instrument qilamiz. Просто добавить instrument bosib turib, qanaqa instrument bu? Hozir misol uchun sferический balnos deydi. Sferический emas, misol V-образный hozirgi V-образный qilmoqchi bo'lsa, bu yerda yo'q hali razmerlari. Biz yangi qilmoqchi qilyapmiz. Birinchi e'tibor, короче, millimetr va millimetr minutga qo'yish kerak. Keyin graduslarni bu xat yasab ko'rsataman. 91 da 121 da boyagidek 5 mm va bu yerda xuddi shu yozaman.
V90'lik 300 bir yerda xato qildim. 300 deb yozaman. 90'lik. Bu ham 90'lik qildim. 5 chuqurligi. Xo'sh. Millimetr minutga turibdi. Buni 20 ming qilaman. Оборотda 5000. Рабочий подача va рабочее вырезание 2000 qilib qo'yaman. Okey, bo'ldi. Shak должен быть не больше, чем shak berilmadi, prosentini yozamiz. Deylik, ana shu prosentni 10% shak. Shak qaysi vaqtda kerak? Chistka yoki 3D'ga o'xshagan paytda shak kerak. Okey. Shak ham berildi, mana V90 bu bo'ldi. Bu 3'te 1 papkaning ichida bo'ldi. Yangi tex yasash xuddi shunday bo'ladi. Artkam 2008 ga bo'lsa ham xuddi shunday. Добавить инсерni bu yerda yozamiz. Misol uchun endi boshqa o'zi masalan tex ochmoqchiman. Demak, masalan mana bu qaldirg'och tex. Xuddi shu qaldirg'och texni qilmoqchiman. Tak, qaldirg'och texni bu yerda bo'lmaydi. Qaldirg'och texni Artkam 2018 ga atmeni qilib turib. Tak. Hozir qaldirg'och texni ham olamiz. Demak, qaldirg'och texni yo'q, bunga emasdi. Tak. Mana bu yerda o'zi chiqadi. Bular har xil turdagi boshqacharoq texlar. O'shalardan yasasa bo'ladi. Veting. Mana shular o'zi qaldirg'och texlar. Yasasa bo'ladi. Demak, buni bitta kopiya qilaman. Va mening texlarim ichiga bittasini qo'yaman. Qo'ydim. Qolganini mahkamlab turaman. Va buni ham redaktoriyat qilaman, ya'ni sozlayman. Birinchi qiladigan ishim millimetr minut qilib qo'yaman. Xo'sh. Xohlasalaringiz katta harf bilan LL deb 16 qo'ysa bo'ladi. Pazetu 8. Endi nimaga 16? Diametr 16lik. 16 bo'ldi, o'rtasi qalin bo'ldi. Radius 8. Buning diametr 0. Chuqurligi 4, 2 martaga oladigan qilib qilsam bo'ladi. Va buni шпиндель оборота va рабочее вырезание. Okey. Mana shu teximiz tayyor bo'ldi. Boshqa texlar xuddi shu bu programmada ham ko'rsataman. 2018 ga yana qayerga turibdi. Bular прямой цилиндрический. Birinchida emas. Mana shuning ichida bor. Mana shuning ichidan olib foydalansa bo'ladi. Yangi tex yasayman desalar, buni ichida bo'lmaydi. Yangi texni ichida. O'shaning uchun mana bu tayyor texlardan olinsa bo'ladi. Xuddi shu mana izmenit qilib, xuddi shunday yasasa bo'ladi. Endi ko'rsatib o'tirmayman. Va shunga o'xshaydigan buni hozir o'chirib turaman. Balnos qanaqa tex? Balnos qayerga ketadi? Hozir rasmini ko'rsatamanmi? Demak, balnos texlarimiz. Mana shular balnos texlar. Endi kim qanaqa ishga foydalanadi, qaysi ishga ishlatadi, o'zi biladi. Misol uchun bular podnos laganlar yasashga, masalan, kartalar yoki
parona yasashga ham to'g'ri keladi. Bular masalan chiziq nalishniklarga yoki boshqa funksiyalarga ishlaydigan balnos. Mana har xil razmer, misol 30, 20, 25, 12, 6lik shunga o'xshagan 3 mm dan boshlandi. Men ko'rganim shu, balkim 2 mm ham bordir. Demak, xuddi shuni yasaymiz endi. Avval Artcam 2018 ga yasaymiz. O'zi yasalgan tayyor, lekin agar bular ham yopiq bo'lsa, buni ba'zi instrumentda yasasa bo'ladi. Yangi instrument o'zi sferический deb yozdi. Sferический mana shu tex. Xo'sh. Balnos deb yozaman. Balnos deylik. Oltiligi chuqurligi 3 mm yarmini o'zini oladi. Bu yerga avval millimetr minutga qo'yaman. Demak, 6 va 3. Bu afsuski xvostovik deydi boshqa programmalarga, ya'ni xvostovik deb mana bu qismini aytadi, primoy joyini. Xvostovik qachonga kerak, qachonga misol uchun bunaqa teg'lar bo'ladi, masalan bularga xvostovik primoy joyi oladigan qismi va olmaydigan qismi, tekst qismini o'sha yerni ko'rsatib bo'lmaydi. Artcam programmaga faqat o'zini ko'rsatsa bo'ladi. Ya'ni diametr D yozgani 6 kiradigan qismi. Nimaga 6? Bu o'sha mana bu sangalarga moslagan, sanga ko'rsatsam agar sangalar ham har xil bo'ladi. Mayda sangalardan boshlab bu yerga 12-7 gacha men ko'rganim, balkim undan kattasi bordir, lekin men ko'rganim yoki bizga ishlatadigani 3 mm likdan 12-7 gacha ketadi. Shu frezalar ketadi. Shunga moslab bu endi ba'zan bo'ladi, misol uchun bu teg'imiz 6 ligu, lekin orqasi o'sha sanga ketadigani 12-7 bo'ladi. Shunaqalari ham bo'ladi. Prosta bizlar misol chuqurligimiz 3 mm yoki 6 mm oladigan bo'lsa, agar shu razmerni bersak bo'ldi. Demak, buni ham o'zi parametrlarni yozaman. 20.000, 5.000, bu 20.000, 5.000, 2.000 bu misol uchun mening stanogimga to'g'ri kelyapti. Yana bir marta aytib o'tay, bu hamma stanogga to'g'ri kelmaydi. Ba'zilarniki 18.000, 3.5 оборот, 1500 podachi frezani 1500 yoki undan ham past. Ba'zilar millimetr sekundga ham ishlaydiganlar bor. Lekin men millimetr minut bilan ishlayman. Misol uchun menga shu narsa to'g'ri keladi. Xo'sh, okey. Shak bermadim. Shak deylik. Foizga qo'yaman. Okey. Bu balnos oltinimizning yasaldi. 6 ga 3 deb mana shu yerda buni olib misol zakazga qo'ysa bo'ladi. Yoki xuddi shu Artcam 2008 ga ham xuddi shu farqi bitta narsaga shuni e'tiborga olish kerak. O'z ko'rsataman, farqi nimaga. Artcam 2008 ga yangi fayl chizib bo'lmaydi. Yangi teg'lar, boshqa fasondagi teg'lar, ya'ni qanaqa teg'lar? Boshqa fasondagi teg'lar bo'ladi. Misol uchun deylik, mana shu teg'lar kirgizmagan yoki bu teg'lar kirgizmagan. Biz shu teg'ni buni ham qilsa bo'ladi. Endi ba'zida bo'ladi boshqa xil teg'lar. Misol uchun mana shu teg'lar kirgizmagan. Buning uchun biz nima qilamiz? Avval chizdirib, keyin kirgizamiz. Mana shu yerda ham har xil teg'lar bor. Bular ham kirgizmagan. Bular masalan bu ham kirgizmagan. Shularni o'zi bittasini chizib ko'rsataman. Ular Artcam 2008 ga kirgizib bo'lmaydi. Faqat xitri manevr bilan ishlasa bo'ladi. Masalan, xuddi shu teg'ni, eni masalan bu teg'larni eni misol uchun 30, 25 yoki boshqa kerakli masalan bo'lsa, agar shtangel bilan o'lchab 22 bo'lsa, agar
22 bo'lgan taqdirda mana shu bironta teg'ni olib turib, misol mana shu V-obrazli 120 likni 22 qilib moslab yasab, simulyatsiyani ko'rib bemalol ishlatsa bo'ladi. Faqat bitta sababi shu vizualizatsiya paytida, ya'ni mana bu teg'ni bu yerda fayl bersak, bu yerda ko'rinish boshqacha bo'ladi, lekin ishlayotganimiz xuddi o'sha xitriy manovri shu. Arcam 2008 da esa bu narsalar misol teg'lar bemalol yasatsa bo'ladi. Deylik, teg'imiz bor, rasmdan olib chizsa ham bo'ladi, lekin aniq chizma bilan qilsa ham bo'ladi. Misol uchun teg'imiz bor. Deylik, ana shu teg'imiz bor. Buni hozir bitta sal katta bo'ldi menimcha. Buni hozir bitta razmer bilan ko'ramiz. Bu 45 bo'libdi. Qulfni ochib balandligi turadi-yu. Biz 20 qilamiz. Yo'q, 20 ga uncha. 25 qildik. 30 qildik. 45 turaversin. Shu turishni bo'ladi, samoqda ochib turib, sal prosent bilan %50 mayda qilamiz. Bo'ldi. Teg'imizni olganimizdan keyin Arcam 2008 ga bitta plyus tomon aytgan tomonim, o'sha frezamizni formasini olganimizdan keyin freza добавить yangi frezaga qo'shamiz. Okey. Mana shu figura bo'ldi. Mana shu figuramiz, mana shu freza bo'ldi. Demak, diametri 45-50% ga mayda qilganimizdan keyin 22,5 bo'ldi-yu, 45 bo'lib ochildi bu yerda. Ana shu frezamizni настройка рабочий подача frezani qo'yib turib, xohlagandek ishlatsak bo'ladi. Nomini ham keyin o'zimiz qo'yamiz, kerakli qilib. Misol uchun bizlar masalan figura deymiz. Bu dillarga ishlatadigan teg'lar bo'lsa, figura 1, figura 2 yoki boshqa bir nom qo'yib bemalol ishlatsa bo'ladi. Okey. Bu xuddi shu element Arcam 2008 ga bu funksiya yo'q. Lekin yana bitta xitriy manovri bor. Xuddi shu funksiyani misol uchun hozir biz izmenit yana nomini boshqa qilib qo'yay. Nomi misol uchun 3/1 tegʼ deb qo'yib turaymiz. Okey. O'chirib yuboribman. 3/1 teg'imiz. Bir teg'imiz 3/1 papkaning ichida turibdi. Demak, papkani eksport qilaman. bir. Endi Arcam 2008 ga ochib turib, ba'zan ochaman, import qilaman. 3/1. Ayshibga dedi, ochmadi. Demak, ochmas ekan. Qilib ko'rmaganman buni. Xuddi shunday qilib ishlatsa bo'ladi. Keyingisi yana shunaqa teg'lar bo'ladiki,
Bular primol kesadigani, buni qiyin joyi bo'lmasa kerak. Primol kesadigan teg'lar qanaqa teg'lar? Silindr teg'lar deydi. Balnos, hammasi balnos. Silindr, mana shular silindr. Yoki agar bularni hammasini yopib turib, yangida agar yasasaga, добавить инструмент. Sferический emas, уже kansivaya. Kansivaya kiradi, kansiva oxirgacha kesadigani kansiva deb yozgan. 12ligi, 8ligi, 6ligi, 3ligi har xil bo'ladi. Misol uchun bittasini qayasib ko'rsataman, 8lik. Chuqurligi 4. 8lik teg 4 chuqurlik. Bu yerda o'rtacha narsa kerak emas. 20.000 millimetr minutga qo'yaman. 20.000 5.000 2.000 bo'ldi. Prosentini qo'yaman. Bo'ldi. Tegimiz yasaldi. Va qanaqa yana teg'larimiz bor? Teg endi nima yasashimizga bog'liq. 3D teg'lar. 3D teg'lar qanday qo'yiladi? 3D teg'lar xohlasa agar, misol uchun mana shu balnosni o'zi bilan qo'ysam ishlayveradi. Bitta kopiya qilaman. Qanday qilib ishlayveradi? Misol uchun 3D teg'larimiz bor. Mana shu 3D teg'larimiz uchi balnosga faqat uchini ko'radi-yu, o'sha обработка, o'sha vizualizatsiya qilayotgan paytda misol mana shu 3 mm bo'lsa agar, bu yerda diametr 3 ga qo'yamiz, bo'ldi. Shagini o'sha kerakli shagga qo'yamiz. Misol uchun 20 ga zagotovkamiz nechilikda oladi, relief nechilik, misol relief 15-16 ni olsak, birdan 20 yoki 17 qo'ysa ham bo'laveradi, ishlaveradi. Tak, millimetr minut qilib qolganlarni faqat bunga e'tibor berish kerak, faqat shagiga. Shagi misol uchun 0.200 yoki 0.250 qo'yish kerak. 20 оборот. 5000 va 2000. Bu podacha vrezani оборотlar, bular hammasi MDF yog'och, rashtinni, temirniki boshqa, mramirniki boshqa, ular aloyda umuman boshqa parametr, boshqa funksiyalar. Unga biz ishlamayotganimiz sabab nastroykalarni biz sinovdan o'tmaganmiz, narsani praktika bo'lmagan. O'shaning uchun uning shagi boshqa, рабочий podacha, vrezani umuman boshqa. Ularga asla bo'lib kesish kerak. Demak, bu ham 3D teg'ni olishning bu bitta nimasi. Oson yo'lini aytaymi? Balnos bilan olish. Bo'ldi, masalamiz hal bo'ladi shu bilan. Va 3D teg'ni o'zi bilan olsak ham bo'ladi. Demak, qaysi teg bilan? V bilan emas. Bular bilan ham emas. Bular yopiq. Demak, mana shu yerdan ko'rsatamiz. Deylik, mana shunaqa teg. 3D tegimiz shundan iborat. Mana shu tegimiz va bu yerda nima berilgan? Diametr. Mana bu tegimizni sanga ketadigan joyi nechi bo'lishi kerak? Ko'pincha 8-6 bo'ladi, 12lik ham bo'ladi. 8 qilaman. Bu yerda ham. Bu yerda o'zi yozilmayman. 8 buni qildim. Ugl A, mana shu ugl 8 ga qo'ydim men uglda ham. Radius kronki o'sha mana bu yarmini ko'rsatiladi.
bo'g'ozi 0.75 uchi 1,5 millimetrli freza. 0.75 50 ga qo'yganman. Mana bu shagida 195 santimetr bo'lgan. Bu 200-250 endi har kun har xil qo'yiladi. Chunki buni 0.75 bo'lsa-ga 200 dan oshmaydi. Bo'ldi. 18 ming оборот, 3,5 ming, 2 ming. Bu o'sha boshqa birovdi nastroykasi qilganman, o'shuning uchun boya ko'rsatdimki, okey. Ko'rsatdimki, bu zakaz bu har kimning har xil teg'larni men yasab bu yerda qo'yilganman. Xo'sh, endi hammasini tushuntirib o'tdim. Va yana bir xil teg' bo'ladi. Shuni ham aytib o'tay. Demak, yani bir xil turdagi teg'lar bo'ladi, mana shunaqa turdagi teg'lar. Bularning boyagi rasm bilan Arkham 2008 ga qilganimdek chizib kirgizsa bo'ladi. Faqat bular ishlash jarayoni sal boshqacha odatiy holatdan. Odatiy holdan nimasi boshqacha? Bu so'rayapti, buni o'z bazadan chiqayotgan paytda siz boshqa yangi instrument yasadingiz, o'shani saqlanib qilaymi deyapti. Ha deyman. Misol uchun bu o'z teg'ni tushuntirish uchun. Bu teg'ni olish uchun misol chiziq uryapti. Chizig'imiz zagotovkamizdan chiqib turishi kerak. Sababi tirtesiyada tirda bitta turayotgan ekan. Agar zagotovkamiz shu bo'lsa-yu, teg'imiz shu yerdan boshlansa agar bu degani bu freza kovlab taylaydi degani. Bu freza mana shu turishda olish kerak, mana shu yerda ko'rsatilgan. Buni olish uchun chizig'i bu yerdan boshlab turib, buni kesib turib, belga bo'lib tugagan. Ya'ni xuddi mana shu holat. Bu mana bu zangor tomondan boshlab turib, zangordan boshlaydi. Agar bu yerdan boshlasa desa agar bu chiziqni biz chapa qilamiz. Tak. Mana chapa qildik, zangor bu yerda bo'ldi. Bu yerdan boshlab turib, bu yerda tugaydi. Zagotovkaning faqat ichini tozalaydi. Bir xil pastlikka tushadi. Bu uchun biz masalan zagotovkamiz 16 bo'lsa, chuqurligini 8 ga, birdaniga 8 ga beramiz. Shuning uchun bu zagotovka instrument misol uchun kesadigan emas u. Mana shu tegʼ bilan oladigan bo'lsa-ga, shu tegʼ mana shu 16 lik zagotovka bu yerda bo'lsa-ga, birdaniga 8 kirish kerak u, bu yerda 8. Shuning uchun shart pozitiv Z qo'yiladi. Birdaniga 8 kirib turib, o'sha narsa faqat yurish kerak. Yurgandan keyin zagotovkadan o'tib turib, bo'sh joyga kelib turib, yana ko'tarilib joyiga borish kerak. Shunday bu uchun trayektoriya yasashga kiradi, o'sha instrumentga kirmaydi, o'sha bu alohida boshqa dars bo'ladi. Bugun qisqacha bo'lsa ham tushuntirib beradiganim shu. Endi bu shunga ham dars cho'zilib ketdi. Yani savollar bo'lsa agar bemalol savol berasizlar. Qisqacha men hozir tushuntirib berganim farqi shu. Farqi Arkham 2008-18 bilan 2008 ga qo'shilib bo'lmaydi boshqa yangi teg'larda. O'sha teg'ni o'zining teg'idan, o'zining bazasidan har xil teg'lar yasab turib ishlatsa bo'ladi. Va oxirida mana shu o'zi hamma teg'laringiz bo'lsa agar bemalol agar kompyuteringiz ikkita bo'lsa, manikiga o'xshab ishxonaniki boshqa, uyda boshqa bo'lsa agar mana shu bazani men shunday saqlanib qilaman. 18 bilan 2008 to'g'ri kelmas ekan. Men biror marta chunki qilmagan, u narsani to'g'ri kelmas ekan. Misol bu hozir 2018 bo'lsa agar saqlanib qilaman. Ba'zi yo latinskiy bo'ldi. Tak.
Bazı 2008 rабочий stolga saqlanib qildim, bo'ldi. Kerak emas. Endi 2008 ham xuddi shu turishda saqlanib qilsa bo'ladi. Bularni hammasidan chiqib turib, kopiya qilib, ba'zi 2018 deb xuddi shunday saqlanib qilib turib, agarda ishxonada yoki boshqa joyda ochgan bo'lsangiz agar, yangi arkam programma uстановка qilgan bo'lsangiz, faqat import qilasiz. Importni shunday ochadi. Mana bu yerda 3 ta baza bor. Baza 2018 ochar ekan, lekin admini import yo ochar ekan, ba'zi 2018 da ham ochar ekan. Открыть. Açıp ketishni yo ochmas ekan, ana qochmaydi. Yani bir marta amin bo'ldik. 2008 da ochadi, hozir ustiga bo'ladi, o'shaning uchun men ochmasdan turaman. Atmayman. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat. Qisqacha bo'lsa hamma tushunib oldi. Instrumentni qanday yasab, qanday olishdim. Va oxiriga yana bitta narsani qisqacha maydacha bo'lsa ham bitta chizma qilib, trayektoriya bilan ishlashni, instrument tanlashni ko'rsatib o'taman. Buni hozir atmana qilib turamiz. Помощник o'tamiz. Misol uchun bizdagi 200 ga 200 edi. 200 ga 200. Salsa sakri sentrovat qilaman. Böyle sentrga tushdi. Deylik. Smisheni qilaman. Birdaniga men o'z nima ish qilayotganimni oldimdan bilaman. Chetini ve birazdan teri bilan faska olmoqchiman. Ya'ni ko'rsataman xo'sh. Tak 20 ichkariga nutr. Ana shu yerda faska ochiladi. Ana shu turishda faska ochiladi. Va ichida V-obrazli bilan uradi. Shunday qilsa ham bo'ladi. Ön ichkariga avval tanlash kerak, keyin ön ichkariga deyish kerak. Va 4 mm yoki 6 mm 4 bo'lsin. Yani ichkariga qilaman. Bu ikkovini gruppa qilib turaman. Endi buni olaman. Bu заготовка. Men hozir ishlayotgan обработкаga mana bu lineykasi bo'ladi, roverda o'sha joyini ham oladi. Unaqa bo'lmasligi uchun bu yerda boshqa bir keraksiz narsani qo'yib turib, nolni shayton qo'yiladi. Xo'sh, trayektoriyaga o'tdim. Mana shu funksiyaga kiraman. Chuqurligi. Tak, chuqurligi 8 ketsin. 8 emas, buni 20 qilgan bo'lsam agar 20 плоскость безопасности, ishlashini безопасность. Плоскость безопасность bu terdan yoki bu joydan bu joyga borayotganda terda безопасность borayotganini ta'minlab beradigan joy. Keyin oxiriga to'xtab turadigani ishni tugatib 2200 ga roverda burchagiga borib to'xtaydi. Bu hozir bizga kerak emas, no qilib qo'yamiz va terda tanlaymiz. Ve 90lik kopiya qilaman u redaktor qilaman. Chunki meniki hozir chuqurligi birdaniga 20 bergan. Bu degani terimiz diametri 40. Ön beraman 2 martaga oladi. Okey. Weber. Определить заготовка berganim yo'q. Заготовка 22lik MDF. Okey. Va buni V40 deb yozishim kerak. Va bunisini olaman. Bunisini olgandan keyin gravirovkaga kiraman. Gravirovka Weber
Endi yana shu tegdi olaman. Endi birinchi yasalgan tegimizni simulyatsiya ko'rsatib ko'ramiz. Vizualizatsiya. Bo'lyapti, teg bo'lyapti, ishlayapti. Birinchi marta, ikki marta olish kerak. Adashmasam agar qo'ydim. İkincisi bo'lyapti. Şu holat bölündü, paska ve endi ichkarisini uradi. İkinci yasalgan trayektoriyamiz. Ketdi bu ham. Gravirovka o'chadi. Gravirovka degani bu ikkita chiziqdan yoki bitta chiziqdan gravirovka posredniyni o'rta chiziq bilan ketadigan gravirovka bor va chetini oladigan gravirovka bor. Mana shu holat bo'ldi. Mana shu trayektoriya. Ko'pincha nalishniklarga ketadi, eshik nalishnikiga boshqa ishlatsa bo'ladi. Mana buni oladigan chetini faska deydi. Yo dumaloq bo'ladi, yo bunaqa bo'ladi, yo chapasi ham bo'ladi ba'zi hollarda. Bu esa gravirovka bo'ldi. Agar zalivka svetim desak, 2D holatini mana shunday ko'rsatib bo'ladi. Qayerga olgan joyini, tex olgan joyini ko'rsatadi. Tegdi sentri bu, qalinligi bu. Tegdi sentri bu, qalinligi bu. Xuddi shu. Demak, bugungi dars shundan iborat. Agar darsni tushuntirgan bo'lsangiz agar, ko'pincha mashq qilib, tushunmagan bo'lsangiz agar, bemalol savol berishlaringiz mumkin. Hammaning ishiga omad.